Mana qo'roslarni suv o'tgan nam bo'lib turibdi. Bu yerda mana salatani tegib tashlab qo'yishi ham nam, suv o'tyapti mana shu joy. Mana shu joy suv. Bu bilasan qaysi uyga kelib, esingda biz konteyner to'g'risida gapirgan edim. Bu uyni tezroq bo'shatib, bosh uyga chiqib ketishlari kerak edi. Hozir shunaqa holat bo'lib turibdi. Biz ushlab turibmiz bu konteynerda, bular yashab turibdi. Tezroq biz bularga bir so'tga yer olishimiz kerak. Konteynerga bir inson olib beraman dedi. Inshaalloh ikkita konteyner olib beraman dedi. Hozir ular yashab turgan joylar mana shunaqa gipsak karton va mana zax o'tyapti, mana suv, tegidan suv uryapti. Sababi nimaga? Buni tegi konteyner tegi ko'lmay bo'lib qolgan ekan. Yig'ib kelayotgan suvni mana shu yerga qilib uy ichiga berayotgan ekan. Tezroq ularni qilishni, hozirdan konteyner o'rnab berganda esinglarda bo'lsa, issiq chiqaryapti, lekin zax. Mana sharoit o'zida ko'rdi. Mana ko'rdinglar, esinglarda bo'lsa, yaqinda video murojaat bilan chiqqandim, konteyner bo'shab berishlari kerak edi. Ko'rgan bo'lsangiz, ichida gipsakardon qilingan, quruq devor o'zi, ichida shunga qilingan bo'ldi. Shu holatdan tegidan zax o'tayotgan ekan, qo'l bo'lib, yomg'ir mana suvga yig'ilib, o'sha tegiga bo'layotgan ekan. Va bularni tezroq bo'shatib berishimiz kerak. Shunga sizlarga iltimos qilardim. Hozir mana qish hali oldinda mana shu joyda mahallada bir so'ti yeri 10 ming ekan. Shunga bizga yordam beradigan naqd pul ko'rinishda akalarimiz bo'lsa, kelib o'zinglar shu xonadonga kelib tashlab ketishdan so'rab qoladi yoki menga ishonsanglar, menga berib ketsanglar, bir so'ti yer olib, mana bunaqa ko'rinishda, men ko'rsatdim, mana bunaqa ko'rinishda konteyner olamiz, xudo xolasa, va bundan chiroyli qilib ichini puke va hozir kunda tarkibda chiqqan tarkiblarni qilib, plastiklarni qilib, bolalarga gilam, nima uyga ketadigan hammasi qilib ham tamam yasab berardik-da inshaalloh. 5000 dollar ketar ekan ichini to'ldirishga. Ikkita konteyner olmoqchimiz. Bitta konteynerga sanuzel, oshxona, hammomlar qilib o'sha ichiga qilinadi. Ikkinchi konteynerda 12 metrligini olmoqchimiz inshaalloh. Bu mana shu 5-6 metrlik. 12 metrlik olmoqchimiz. Bittasi zal, ikkinchisini yotoqxona qilib qo'ymoqchimiz. Xuddi uyga kirgan. Tez kunlarda bitadigan qilib inshaalloh. Va uchasi ham ko'tarmoqchi emasmiz. Shunaqa konteynerda uy yasab bermoqchimiz. Imkon qadar mana shu videoni tarqatib, like bosib, eson qiladigan insonlarga tarqatib qo'yishdan so'rab qolardim. Shu hisob bilan to'ldirib berishimiz jami hozir bizga 15 ming dollar pul kerak. Bir so'tiga 10 ming dollar va ichiga ketadigan mablag'imiz 5 ming dollar bo'ldi. Jami 15 ming dollar pul kerak. Buni iltimos qilardim, yordam berishdan Alloh uchun shu oilamizni vatanlik qilishimiz kerak. Erlari vafot etgan, yolg'iz qizlarni qolganlar.